Shuncha yil tarbiyali qiz bo'lib, bir kunda tarbiyasiz kelinga aylanib qoldim. Men tarbiyasiz kelinman. Ota-onam oq liboslarda sizlarni uyingizga xizmatkor, qul bo'lish uchun uzatishdi. Men tarbiyasiz kelinman. Ichim yig'lasa ham kulib turishga majburman. Men tarbiyasiz kelinman. O'zimdan 20-30 yosh kichkina sizlarni jiyanlaringlarni ham doim ko'ziga qarab kulib turib, "Xo'p bo'ladi" deb sizlab yurishim kerak. Men tarbiyasiz kelinman. Farzandlarim yetim bo'lmasin deb hamma narsaga sabr qilib, bardosh qilib yashab kelayotgan tarbiyasiz kelinman. Ha? Men tarbiyasiz kelinman. Ota-onamni xizmatini qilmasam ham, lekin sizlarni qo'ldek xizmatinglarni qilaman, ovqat qilaman, kiringlarni yuvaman, yana zardinglarni ko'taraman. Xiyonatinglarga chidab yashayman. Men tarbiyasiz kelinman. To'g'rimi? Aslida insonni vaziyatlar, muhitlar va shunaqa razil insonlar tarbiyasiz insonga aylantiradi. To'g'ri aytdingiz oyijon. Men tarbiyasiz kelinman.